Menimcha ko'pchiligi qiziq bo'ladi. Mashinaning narxi necha pul aka? Ayta qoling. 46-kuzovdagi M3 videosi ko'pchiligiga yoqdi. Aynan shuning uchun men aytmagan yoki bilmagan ma'lumotlarni egalaridan so'rashga keldim. Ya'ni to'liqroq ma'lumot beradilar va obzor beradi. She lie to your face, I really don't get it. She say what you want her to say. At the end of the day, I'm still getting money regardless, I'm still getting paid. She want Gucci, Louis, and the Fendi. Fuck around and leave your pockets empty. Swear I ain't a killer, but don't tempt me. Missy, Missy, do you really miss me? She lie to your face, I really don't get it. She say what you want. Ko'p kommentariyalar bo'ldi mashina bo'yicha. Aynan i46 deganim uchun ham, boshqa bo'yicha ham akamizga to'liq ma'lumot beradilar. Motor bo'yicha ham kommentariyalarni ham bitta-bitta o'qib, akadan javob so'raymiz. Hamma o'g'il bola borki, mana shu BMWni shu kuzovini o'zi yaxshi ko'rishadi. Mana shu 46-chi. Emi degan savolga aslida bu yerda to'g'ri noto'g'risi yo'q. Hammaniki to'g'ri. Sababi SNG davlatlarida o'sha ruslardan kelgan anaqa, endi alfavitda qarasak, o'sha yeshga e harfi y deb aytiladi ruschada. Shuning uchun o'sha SNG davlatlarida 4-5 ta shu SNG davlatlarni oladigan bo'lsak, y deyiladi. Qolgan dunyoni o'sha Jeremy Clarkson, Top Gear qaraysalarmi, Matt Watsonmi, hamma o'sha eng topoviy avto mana lyubitellarni, kolleksionerlarni, blogerlarni qarasanglar, hammasi i deb aytiladi. 911 GT3 bilan bo'lgan poygada aytgan edim. Porschedagi akalar buni sudga berishgan, ya'ni BMWni sudga berishgan. Shu haqida to'liqroq ma'lumot. Xo'p, nima bo'lgan? Poygani har bir poygani standartlari bor. O'sha BMW chiterstvo ishlatyapti, g'irrom qilyapti. Ko'chada yuradigan o'sha ko'plab chiqarilgan seriyniy mashina emas, bularni chiqazgan mashinasi deb shunaqa voqealar bo'lgan, qiziq voqealar. O'shandan keyin poygani hattoki poyga standartida o'zgartirish kiritilgan. Shundan shu voqeadan keyin. Bu juda qiziq, yaxshi bir tarixlardan bittasi. Kapotdagi bo'yicha, motor bo'yicha ham bitta ma'lumot bera olasizmi? Xo'p, meni mashinani olishimga majbur qilgan narsalardan bittasi ham aynan mana shu 46-kuzovdagi S54 motori bo'ladi. Bu motorni juda men qisqacha bir qiziq informatsiyasini aytib o'tib ketaman. 6 yil davomida 2001-yildan 2006-yilgacha dvigatel goda deydi. O'sha eng yaxshi dvigateli nominatsiyalari bor. O'sha nominatsiyada shuning uchun aytaman 6 marotaba 6 yil davomida birinchilikni olgan motor hisoblanadi. Birinchi yili umumiy har qanaqa kategoriyada olgan, umumiy kategoriyada, qolgan yillari o'zini kategoriyasida 3 litrdan 4 litrgacha bo'lgan motorlar orasida 6 yil davomida dominировать qilgan motor hisoblanadi. Video obzori to'liqroq variantda YouTube kanalida chiqishi mumkin. Bu sizlarning reaksiyalarga bog'liq. Akamiz bilan to'liqroq yaxshi obzor qilishga harakat qilib ko'ramiz. Menimcha ko'pchiligiga qiziq bo'ladi. Mashinaning narxi necha pul aka? Ayta qoling. Mashinaning narxi hozirgi kunda yo'q. Narx chiqishi uchun bozorda bir bo'lish kerak. Bozorda yo'q. Sizdan so'raganlar bormi? Narx sotasizmi, mashina sotasizmi? Lichkada juda ko'p yozishdi. Mashina sotilmaydi, akalar. Hozircha unaqa bir bizada unaqa yo'q, fikr yo'q mashinani sotish to'g'risida. Mashinani obzorida O'zbekistonda bitta degan edim, shu haqida ma'lumot berib o'tasiz. Aslida bu mashinalar shu 2003-yilda kirgan O'zbekistonga, adashmasam, o'sha men olgan odamlarim, akalar BMWni juda yaxshi ishqiboz odamlari, shuning uchun mashinani juda yaxshi holatda qarab saqlashgan. O'sha akalar aytishgan, men o'zim sotuvda ko'rmaganman bu mashinani. Akalardan eshitganman, ikkita dona kirgan O'zbekistonga. Bittasi avariya bo'lgan, oldi yo'q bo'lib ketgan, uni tuzatib yo'q bu kim olib qo'ygan hozir garajiga, yo'qmasa olib chiqib sotib olishgan. Eshitgan narsam ikkinchisi shu, ko'zga ko'ringanlardan. Bitta narsani inobatga olinglar, dokumenti qayta jihoz emas, yasalmagan, haqiqiysi to'g'risida aytyapmiz biz. Obzorimizga yoqqan bo'lsa, like, comment bosib tashlaylar. YouTube'da agar xohlasanglar ko'rishni to'liqroq obzor qilamiz.